Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi. Bu yerda davolanayotgan har bir bolaning nigohida katta jasorat, kelajakka umid va ishonch yashaydi. Davlatimiz e'tibori va g'amxo'rligi tufayli esa ularning darddan sog'ayib ketishi va orzularga yetishiga bo'lgan ishonchi yanada mustahkamlanmoqda. Qolaversa, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vakillaridan iborat delegatsiyaning ushbu markazga tashrifi murg'ak bemorlar salomatligini asrash yo'lidagi ishlar yanada keng quloch yozayotganini ko'rsatadi. Mehmonlar markazida yaratilgan sharoitlar, yangi diagnostika va davolash usullari, innovatsion texnologiyalar hamda mehrli maktab ta'lim loyihasi bilan tanishdi. Qayd etish lozim, prezidentimiz tomonidan tibbiyotga qaratilayotgan yuksak e'tibor tufayli mamlakatimizda bolalar gematologiyasi va onkologiyasi kattalar yo'nalishidan ajratilib, alohida markaz sifatida tashkil etildi. Qashqadaryo, Samarqand va Andijon viloyatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida markazning filiallari ochilib, o'z faoliyatini boshladi. 14 ta hududiy davolash bo'limlari esa birlamchi tashxis qo'yish, hamrohlik qiluvchi terapiya va palliativ yordamga ixtisoslashgan bo'limlarga aylantirildi. Pirovardida kasalliklar profilaktikasi va uni erta bosqichda aniqlash hamda davolash, zamonaviy jarrohlik usullarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilyapti. Qolaversa, muassasaning hududiy filiallarida bir qator yangi davolash va diagnostika usullari yo'lga qo'yildi. Mehmonlar sohada amalga oshirilayotgan bunday yangiliklar bilan tanishar ekan, ushbu yo'nalishdagi ishlarni yuksak baholadilar. Eng quvontiradigan narsa, ilgari bolalarni palatasi ko'p bolalar yotadigan bo'lib, bolalar immunitet tushib ketgan holatda infeksiyalar bir-biriga yuqib, ozgina tuzalishi qiyinlashgan bo'lgan. Hozirgi sharoitda har bir bolaga shunaqa sharoit yaratilganki, alohida palata, onasiga yoniga yotadigan joy va har kuni 5 mahal ovqat bilan ta'minlanadi. Ham bola, ham ona. Bu albatta bolalarni tuzalishiga, kasalxonaning ichki infeksiyani tarqalishini oldini oladi va kasal bolalarni tez tuzalib ketishiga omil bo'ladi. Bu yerda hamma sharoitlar yaxshi. Ovqatlardan tortib dori-darmonlar hammasi Allohga shukr yaxshi. Preparat olishga sharoitimiz yo'q edi. Shu prezidentimizga rahmat, shu dorilarning hammasini bizga yetkazib turishibdi. Shu bularning mehribonligi yetkazganlar uchun bolam oyoqqa turib, Allohga shukr, ancha yaxshi. Delegatsiya a'zolari muassasaga tashrifi davomida mehrli maktab ta'lim loyihasi faoliyati bilan ham tanishdi. Aytish lozimki, ushbu maktab 2022-yil Zamin xalqaro jamoat fondi ko'magida tashkil etilib, loyiha uzoq muddatli davolanish jarayonlarida bolalarning ta'lim olishini ta'minlashga qaratilgan. Bu yerda bemor o'g'il-qizlar maktabgacha, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim bilan qamrab olinib, har bir o'quvchi uchun salomatlik holati, dasturni o'zlashtirish darajasi va emotsional xususiyatlarni hisobga olgan holda individual ta'lim yo'nalishi ishlab chiqilgan. Maktab yangi zamonaviy o'quv qurollari, mebel va texnik vositalar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, ta'lim jarayoniga pedagoglar, psixologlar va tibbiyot xodimlari jalb etilgan. Bugungi kunda hududlardagi bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazlari huzurida mehrli maktabning 9 ta filiali faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu maskandagi sharoitlar bilan tanishgan delegatsiya vakillari prezidentimiz tomonidan yurtimizda bolalar salomatligiga ko'rsatilayotgan yuksak g'amxo'rlikdan benihoya mamnun ekanliklarini bildirdilar. O'zbekistonda mehrli maktab davlat ta'lim muassasasi 2022-yildan boshlangan bo'lsa, avval o'sha uzoq muddat davolanayotgan bolalar uchun bunday sharoitlar mavjud emas edi. Mana mehrli maktab tashkil etilishi munosabati bilan bu bolalar ham uzoq muddat davolanayotgan bolalar ham ta'limdan chetda qolmasdan hozirgi kunda mana maktabgacha va ta'lim-tarbiya bilan umumiy o'rta ta'lim-tarbiya hamda maktabdan tashqari, ya'ni to'garaklar bilan ham qamrab olingan. Xulosa o'rinda aytganda, ushbu xalqaro delegatsiyaning tashrifi yurtimizda saratonga chalingan bolalar salomatligini asrash va sohada xalqaro hamkorlikni kengaytirish yo'lidagi izchil harakatlarning amaliy isboti bo'ldi.